Adashmayman, Braziliyada undan ham mashhurroq Thiago Silva bor. Eng mashhuri bu o'sha futbolchi Braziliya terma jamoasining Doston Bozorov olg'a. albatta Inshaalloh g'alaba. boshlanish qiyofasida. Demak, Doston Bozorov, Thiago Silva. Raqibga past baho bermaslik kerak. Juda ham tajribali. Mana darhol jang vaqti uchun qarang. Ey Xudo. Doston bos. Doston bos, onasini yemsin. Bos Doston. Ha Doston, joningga. Bos, onangni yemirdi. Sol haromini. Sol bildi. Joningga. Hayda endi, onasini yemsin. Nima qilyapsan? Sol Doston, onangni o'tib bukur turib ha. Davay. Ber endi. Imkon bo'ldi. Lekin foydalana olmadi braziliyalik jangchi. Lekin ko'rdingizmi, imkon bo'ladi deb. Har qanday holatda o'sha og'irligini ustiga o'tib ketishni rejalashtiradi. Har qanday holatda. Sol Doston haromini sol. Sol. Ur. Kellasini chayqib tashlab ha, ur. Ur, to'xtata. Ur. Onangni urdi. Sol axir bildi. Ha Doston, ha, bos, joningdan bos. Bos. Bos, to'xtatdi. Joningdan. Mana buni jang deydi. Lekin boshda biroz xavotirga soldi. Hal braziliyalik jangchi jiu-jitsuni ishga soldi. Joningdan. Mallab desi. Bor ekan, onasini yemsin. Jang taqdirini hal qildi. Texnik nokaut. Do'stlar, navbatdagi g'alaba. Bu qaysidir ma'noda Doston Bozorovning o'sha rasmiy janglarda ishtirok etmaganligiga ko'p vaqt bo'lgani uchun